Nafsiga yo'q deya olmaydigan odam hayvondir. Hayvonlar ochlik bilan yashaydi, odam esa tanlov bilan. Har bir istagini erkinlik deb atagan inson o'zini aldaydi. Chunki intizomsiz erkinlik qullikdir. Nazoratsiz rohat zaiflik. Har bir yengilgan istak aqlni kuchaytiradi, tanani chiniqtiradi, ruhni mustahkamlaydi. Har bir taslim bo'lish esa seni ichingdan sindiradi. Bugun yengan nafsing ertangi hayotingni shakllantiradi. O'zini boshqara olmagan odam har bir lazzat oldida tiz cho'kadi. Har bir vasvasa soyasi oldida egiladi va hayotni mayda, siniq holda o'tkazadi. Haqiqiy jangchi avval o'zini egallaydi. Chunki o'zini yenga olmagan odam hech qachon g'alaba qozona olmaydi. Hurmat ham, kuch ham shu yerdan boshlanadi. Shuning uchun tur. Tanangni emas, aqlingni boshqar. Ruhing esa tegilmas bo'lsin. O'zini yengan odam ruhan abadiy bo'ladi. Qolgani esa uning oldida qulaydi. Intizom, iroda va ichki kuch psixologiyasi va boshqa sirlarni o'tkazib yubormasdan obuna bo'l.